aka rahbar bo'lsangiz o'z bilan gaplashasiz. Infaktda bu. Blogerlarga har xil o'yinlar bo'lib, ayrim blogerlar ishsiz g'oyib bo'lib qolib, ayrim blogerlarga jinoiy ish qo'zg'atildi deyilyapti. Kerakli mutasaddi tashkilotlar hatto oyda bir marta bo'lsa ham buning uchun o'rganmayapti, dorixonalar tekshirmayapti. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. 2025-yil 4-aprel kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Zabardast Toch Farm dorixonasiga tashrif buyurdik. Tashrif buyurgan chog'imizda sherigimizga Finibut dori vositasi sotilgani guvohida bo'ldik. Bu qanchalar to'g'ri? Nima uchun Farg'ona viloyatida farmatsevtlar, ya'ni aptekalar bilganini qilyapti? Yoki qaysi rahbarlarda tili qisiqmi? Nima uchun aptekalarga chora ko'rilmayapti? Hali hamon bilganini qilib yuribdi. Xolasi bez retsept, xolasi boshqa narsa. Bu holat bo'yicha men hayron bo'lyapman. Iste'molchi burchaklarini o'zlaring video davomida ko'zlaringiz mumkin. Iste'molchi burchagini o'zi mavjud bas dorixonada kamiga bez retsept dori sotgan. Vazirlar Mahkamasining 185 sonli qarorining 29-bandidagi iste'molchi huquqlari to'g'risida yozib o'tilgan o'sha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan biz o'zimiz iste'molchi huquqlarimizni talab qilgandik, lekin talabimiz bajarilmadi. Ya'ni iste'molchilar huquqlari bu yerda oyoq osti bo'ldi. Nimaga deganda, bu holat bo'yicha biz dorilar haqiqatan 20% qo'yilib sotilyaptimi? O'zbekiston ro'yxatidan o'tgan dorimi? Bular 10% dan 20% gacha dorini qo'ygani haqqi bor, lekin ayrim aptekalar bilgan narxini qo'yib yotibdi. Mana men o'zimni ya'ni YouTube ijtimoiy tarmoqimda juda ko'plab shu aptekadan murojaat, ya'ni farmatsevtlar ustidan murojaat tushyapti. Ya'ni chek bermaslik holatlar va undan tashqari retseptsiz dorilar sotish holatlarini kuzatdik, ko'rdik. Bular qanchalik to'g'ri? Nima uchun kerakli mutasaddi tashkilotlar hatto oyda bir marta bo'lsa ham nima uchun o'rganmayapti, dorixonalar tekshirmayapti? Vaholanki ayrim rahbarlarda tili qismi bu holat bo'yicha men shunga o'ylanib qolyapman. Har kim o'ziga kerakli ma'lumot olish, izlash, tarqatish huquqiga ega deb Oqilov shaffoflik 9-moddasida. Bu yerda iste'molchilar huquqlari to'g'risida 10-modda ham buzilgan. Ya'ni biz dori-darmon O'zbekiston ro'yxatidan o'tgan 20% gacha qo'yilyaptimi dori-darmonlar o'zimiz uchun narsani talab qiluvdi, ya'ni iste'molchi huquqlarimizdan tayangan holda, lekin dori sotgan narsasi bo'yicha hech qanaqa sertifikat ham, litsenziyasini ham ko'rsatamiz va 20% gacha sotilyaptimi, necha foiz qo'yib sotilyapti, undan ham bizga ma'lum qilmadi. Shu holatlar bo'yicha kerakli mutasaddi tashkilotlardan rasmiy munosabat kutib qolaman. Bugün istifası sotalarım. Resept o'zini nimaligini tushunasizmi opa? Resept, agar doktor bilan yozib bergan narsalar qanchata bo'ladi? Arabcha to'g'rimi? Siz buyruq asosida ishlaysiz, farmatsevtda o'qiyapsiz? Ha, o'qiyapsiz. Kollejda o'qiysiz? Ha, ja, opani. Yo'q, opani olganim yo'q. Mana olyapman. Xo'p. Birinchidan biznesni sotgansiz, ikkinchidan chek bermagansiz. Assalomu alaykum. Rahbarimiz o'tladi, nima qildimi? O'zi nimada ko'rsatdim, shu bo'ldi. Rahbarmisiz opa? Nima bo'ldi? Buyruq asosi anaqa retsep asosi sotiladi. Mayli, aka rahbar bo'lsangiz o'z bilan gaplashasiz. Chek bermagansiz opa? Beramiz. Ha yo'q, mana doriga bermagansiz, to'g'rimi? Hozirlar anaqalarni yo'q, bekorlarni Yo'q, saqlanadi, boshqalarni shularga yordam. Iste'molchining haqqi bor, opa, talab qilishga.
yo telefon qilib chaqiravering akangizni. Siz ham aptekaga kamera qo'shib biz olishga bunaqasi borku. Kimga tushunaman? Baba, akang hitam. Eziksiz doğru sotib birinchidan qiz opajon buyruq asosida ishlamaydi. Farmatsevtika o'qiyapman deyapti-da, to'g'rimi? O'zi savdo asosida. Ha? Amaliyotchi pul asosida ishlashga Ha, bo'pti. Kelavering. Akam Yo, biz o'zimizdan o'zimiz qilganimiz yo'q. Haqa olaman kamerani. O'chiring. Nimaga o'chiraman? Prezident ochiqlik siyosatiga qarshimisizlar? Bormaydi. Apesiling bormi? Alo, turyapsan? Ha? Meni sot. Keling, opa, erkak kishi bo'lsa o'zimiz gaplashamiz. Alo. Tuzyapsan? Alo. Apesiling bor? Kapsulaligi bor? Bering, nechi pul? Kapsulaligi yo'qmi? Hozir biroz to'xtab tur sekund. Hozir telefon qoldi. Kapsula yo'qmi? Bering tarifga biraz. Nechi pul? Çekim zararı basın inşallah.
Qancha kelib qoladi ekan bu? Shu yerdanmi yo bir uzoqdan keladimi? O'rmonda kelsa uzoq. Ho'p. bo'yicha vazir mahkamasi rahbar bir soat bunaqa rahbar bilan opa olib chiqib opa o'qigan haqida tanishlayotgan bo'lishdi opa endi o'qiyapti shu haqida so'ramadingda yo'q aptika santiga to'g'ri kelmaydi changni buzyapti shu bo'yicha hali hujjatlar taqdim qilinmayapti tugunadida qariyalar, mo'g'ulonlar, diniy choralar, davlat murojaatlar. Bu g'ijinlar Bu asosda ishlaydi. Farmatsevtika kompaniya so'mkasi. yo'q, ha, ishlaydi. Bu asosida shartnoma asosida Kollejda Kollejda o'qib, hali tugatmagan kollej kalima formadingizda yo'q, endi aptekada formadingizda yo'q. boshliq qilsa, keyin so'nchalik o'chirib Qayerda nima? Oqil shaffoflikni to'xtatuvchi madrasa bor. Har kunimizga keladigan ma'lumot olish, faqat shkolga egaman. Ishlardan sumka qilyapmiz. o'chirib turing, shu Man o'zim sumka qilyapman. siz uyi syomka qilsangiz, masalan, tashqariga chiqib birga syomka qilib o'tiringlar. Siz o'zingiz Men boshqarmayman albatta. O'zingiz bilasiz, to'g'rimi? Yo'q, men albatta boshqarmayman. Endi Xalq ketishadi. foydalanadi, xalq kirib Kiradi, cheklari beriladi. Yo, berilmaydigan joy bormi? Xalq foydalanadigan joyda kiradi, chiqadi, to'g'rimi? Siz uyingiz bor. Endi sumka qilgan haq. Yo'q, Davlat hududi bor. Men uyim bo'lmagan taqdirda siz qilishingiz Mana ichki ishlardan so'ng noto'g'risi shu ishni chora ko'rasiz. Mahmud tashqarida. Opajon, qanday aka? Hozir ish nima? Ish bilan yurishibdi bo'ladi. Biz ariza qilib beraverdik. Sadoqatan masalasida ekan, shuni ikkita polis bilan dorini olib qo'yib, keyin tashkilotga iqtisod departamentiga xabarni beramiz. Ha, soliqdan faqat chiqqan farmatsevtika agentligi. Yo'q, nomay. Changlar mashinalar boram qolish. Qani qayt chang, baytlari changga artilgan-ku. Endi tepani qilib bo'lib qo'ygan bu. Oltaroqdagi uyquda ekan, mana ahvol aptekalarda. Hozir